Salom jigarlar, sizlar bilan Killboy. Bugungi o'yinimiz Mobile Legends. Ko'rib turganingizdek o'yinni boshlab olyapmiz. Mana endi bu yerda bizda 4 ta tank va Julian. O'yin qiziq ketsa kerak. Ko'ramiz o'yinni bo'lmasam. Ketdik. Men Johnsonda o'ynayapman. Johnsonda mashq qilyapman chunki Johnson o'zimga yo'q qoldi Johnson. O'yinlari qanaydir moshinchalar bilan yurish takoy kayf. Demak boshladik o'yinni. Xo'sh. Bizda o'zi Angela bilan Johnson man ketyapmiz. Lekin Angelani o'rniga Mia yoki Hanavi bo'lsa ancha yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, Angela bilan Johnson juftligi. Qani ko'ramiz. Bu tarafda ham Johnson ekan. Johnson. Ko'ramiz bo'lmasam. Johnson qiynasa kerak deb o'ylayman. Bu yerdan Darius keldi. Dariusni urish kerak. Darius. Johnson. Bu ikkalasi agressiya qilmoqchi. Ko'ramiz. Darius bilasizlar, startda yaxshi. O'yinni 15-minutdan o'tgandan keyin uncha urvonga chiqmay qoladi. O'yini yaxshi bo'lmay qoladi. Men tezroq ultam ochishim kerak. To'rtim ochib olmasam ahvol og'ir. Chunki bizda 4 ta tank. Julian menim bir o'zi o'yinni olib chiqa olmasa kerak u. Ko'ramiz bo'lmasam. Harakat qilamiz. 4tim ochishim uchun hamma narsani urib ketyapman o'zi ham. Ko'ramiz. Mana kriplarni ham ursam 4 ochilsa kerak. Johnson Julian bilan Franco kelib qoldi. Darius bilan aniqroq. Darius ko'ramiz. Darius o'ladimi? O'ldi, yaxshi. Johnson ham o'lishi kerak. Qochib qoldi. Qochdik. Biz ham orqaroq qaytamiz. Uncha agressiya yaxshi emas. Bizda agressiya qiladigan geroylarimiz deyarli yo'q. Bitta Julian bor. Bu yerda o'ynash xato. Tavran qilib qo'yamiz orada. Bu yerda o'ynash xato. Ko'p agressiya yaxshi ish emas. Menimcha Julian farmni qilgan yaxshi edi. Mana bu yerda meni pravam olmaganim bilindi. Prav olmaganman o'zi. 2 marta testdan yiqilib pravaga kira olmadim. Darius bu yerda agressiya 2 kishiga bu xato, lekin o'yladi ukajon, o'lding ukajonsan. Mana bu yerda tavram qilib qo'yamiz. Julianning joni juda ham ko'p, ko'rib turganingizdek. Johnson tepada yuribdi. Men ham yordamga boraman. Cherepga ekan, yo'q. Cherepni o'ynash kerak ekan. Cherepni urish kerak. Men cherepni urmadim chunki Johnson kelayotganini bildim. Va Johnsonga qarab turibman. Bu yerda cherep bizniki. Cherep oldik. Men Darius ko'rmoqchiman bu yerda. Lekin bashnaga urib qo'ydim. Aytgandek pravam yo'q. Darius ko'p agressiya qilyapti. Maslahatim unaqa agressiya qilmanglar. Agressiya foydasi yo'q. 3 kishining ichiga kirib o'lib ketgandan ko'ra u farm qilgani yaxshi menimcha. Xato narsa u. Pastga tushyapman. Johnson shera bo'lsa kerak. Shera ekan. Johnson shera. O'ldirishim kerak. Johnson farmdan qoldirmasam juda qiyin. O'yin qiyinlashadi. Farmdan qoldirish kerak. Ketdik. Julian men bilan yuribdi. Yaxshi o'ynashimni bildim menimcha. Pro igrokman chunki. Ochganimga 2 hafta bo'ldi o'zi, lekin. Tower.
Qochvordi. Qani ko'ramiz. Pastga yana Darius. Agressiya. Pastga. Angela Jonson ichiga kirdi. Jonson ichiga Angela. O'zi Jonsonni joni sekin ketadi, Angela kirib oldi yana. Bu yerda Jonson birga urmoqchi edi, o'xshamadi. Men urmoqchi edim, lekin urmayman deb orqaga qaytgan paytim Angela ichimga kirganini ko'rdim. Qaytdim, lekin baribir urmadim, bashnaga urdim. Qani. Bizda Angela ham yaxshi o'ynagan nisbatan. Bu yerda men Angelaga Jonson ichiga kirmagan, Julian ichiga kirgan deb yozmoqchiman, lekin yozamayman. Klaviatura ishlamay qoldi. Julian ichiga kirmani ichimga kirma demoqchiman. Bu yerda tankda уже 4 ta kill bor jigarli, 2 ta pomsh ham bor. Ko'ramiz. Cherepga o'ynamoqchiman men baribir. Cherepni olmasak bo'lmaydi. Free cherep. Ortga qaytdim. Info olaman hozir, kim qayerda nima bo'lyapti. Ular Jonson lekin harakat qilyapti. Jon kuydirib o'ynayapti lekin bola. Ko'ramiz. Bu yerda info oldim va tepada Jonson Darius bor. Shularga urishga harakat etaman deb keldim shagacha. Urdik, mana beraka ukajon, qochma. Yaxshi. Urdik, tavram qo'yamiz. Darius keldi. Talpa. Yaxshi. 5 ta kill, 5 ta pomsh. Mendan zo'r tank yo'q deb o'ylasam kerak. Hazil albatta. Pastda Hanabi. Mana o'zlari taslim bo'ldi. Tugadi. Agressiya qilsangiz, ko'pincha o'zlari taslim bo'lishadi. Sog' bo'ling jigarlar, sizlar bilan Killboy bo'ldi.